Salom aziz to'rdoshlar. Kujang o'qachlik guruhi bevos tashkilotidagi cho'lponlar sadosi naq maydon bevos tarqitish faoliyati kengayganligini qizg'in qarshi olamiz. Mana kunda bir cho'lpon naq maydon bevos tarqitish faoliyatining bugungi riyosatchisi Jo'shqin Jumadin hammanglarga o'tliq salom. Armag'aysizlar. Didor g'animat. Hammamizga ma'lum 4-oyning 19-kunidan 5-oyning 19-kuniga davomlashadigan Kujang guruhi bevos tashkilotidagi cho'lponlar sadosi naq maydon bevos tarqitish faoliyatining 16-kuniga qadam qo'ydik. Bugun yana sarxil bo'lgan cho'lponlarimiz bilan uchrashimiz. Bizningki 16 kunlik bevos tarqitishimizda bir-biridan sarxil bo'lgan, tomoshabinlarimiz yoqtirgan, bevosita uchrashib fikr almashtirishga ehtiyoj bo'lgan cho'lponlarimiz bilan ham suhbat bo'ldik va chiroyli kuylarga birlikda o'rtoqlashdik. Unda bo'lsa, bugun kimning kelgani sizlarga ayon bo'ldi. Balkim Kujang bevos tarqitish supisi va kuychi bevos tarqitish qonuni orqali uchurlardan xabar topib bo'ldinglar. Bevos tarqitish faoliyatimiz eskartib qo'ydiganimiz Kujang bevos tarqitish supisi va kuychi bevos tarqitish qonuni orqali har qaysi ko'rmanlarimiz bilan, to'rdoshlarimiz bilan yuz ko'rishdi. Shunga har qaysi to'rdoshlarimizningki fursatni ching tutib, mushu ulanmini urug' tuqqan do'st birodarlarimiz yetkazib, bugungi katta kechilikimizningki fayzdan birlikda huzur surishga kuch chiqarishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Xo'sh, bugun taklif qilgan aziz cho'lponimiz bo'lsa, Jungo yaxshi ovozi 3-qarar Yankun guruhining g'olliq a'zosi. Shundaqla mamlakat ichi va xalqaro sahnalarda o'zgacha o'rinlash mahorati bilan belgilik ta'sir qo'zg'agan, sehrli ovozi bilan dillarimizni ram qilib kelayotgan yosh naqshchimiz Ikrom Kerem efendi. Hoş geldiniz. Salam to'rdoshlar, to'raldagi barliq qarindoshlar. Mening da hammanglarga o'tliq salom. Rahmat. Siz bilan mana bugun bevosita naq maydonda uchrashib, shaxsan men o'zimni hayajonga to'ltiribman. Sizningki men bir mastoningiz desam bo'ladi. Rahmat. Bo'libmi mamlakat sahnalaridagi har qaysi ishkari televiziyalarningki sarxil programmalarda sizningki o'zgacha bo'lgan o'rinlash mahoratlaringizni zo'qagan. Undan boshqa hozirmish do'yin supsidimi pat-pat sizning jibo qilayotgan holatingizni uchirib qolaman. Yaqindan beri qanday xizmatlar aldirashmi? Xizmatlar hali aldirashib qoldim. Shunga jibonimni jiqib bulamdim. Jiqib bulamdingiz. Andan keyin yolg'iz o'g'anni kasal zirib qoldik kecha milqi mundaq biz naq maydon chep kun qolgandan keyin yolg'iz qolsa zirib qoldik kasal. Yolg'iz qolsa, Uni siz asosan naq maydon ijro bilan sehringizni topsiz deyman. To'g'ri. Jungo yaxshi ovozi hamda hammamizningki esida qolgan bir yaxshi sahna bo'ldi. Uningda bo'libmi mamlakat bo'yicha chaqnadingiz. Uningdan boshqa shu mamlakatningki yana boshqa programmalarda ko'proq o'zingiz ta'sir qo'zg'agan programmalar qaysi? 2018-yili Xunaveshniki o'sha show degan programmaniki Changshanxanga yordamchi naqshchi. To'g'ri. Ondan keyin 2019-yili Jiangsu Weshniki bu fanda qaybiyan deb. Bu fanda qaybiyan. Yuydi deb. Bu mu baq qo'lg'iliq qo'zg'agan bu narsa. Mening noyatlikqa qiziqib qilishim, diqqat qilishimdagi maqsad men shu muzavandorlik sohasida bo'lgandan mush ovozga bakroq diqqat qildim ekanman. Bo'pmi sizniki mush tabiiy ovoz. Naqsh aytgandagi melodiya bilan birikib ketgan bir sehrlik ovozning tusi meni shaxsan bak jalb qildi. Balkim nurg'unlagan to'rdoshlarimiz bu jihatda sizga mastona bo'lishi mumkin. Bugun hamda nurg'un to'rdoshlarimiz taqozolik ilkida tikilib o'ltirdi. Ikrom efendi bugun bizga qandaq yangiroq bir kuylarni taqdim qilaki deb bugun mana haqsiz Kujang o'qachlik guruhi zo'r mablag' bilan bizga har kuni mana shunday sarxil bir cho'lponlar bilan uchirish fursatini hozirlabdi. Xo'sh, unda bo'lsa beshida gapni oz qilib, chiroyli bir kuyimiz bilan to'rdoshlarimizga bir salom berib olsak qandaq? Birinchi naqshimizda hamsa xalq naqshlaridan Gulmaram bilan boshlaymiz. Gulmaram, habbali. Qani, sahnamizda Ikrom Kerem. Marhamat. Zimiston kör, 'Kör, 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 '
Ой
baharning qadrini bilmez. Japoni çekmegen aşık vay vapanın kadrini bilmez. Alma attım deryağa gülmerem, Leyli valdı çökmeydi şinin merem. Leyli valdı çökmeydi şinin merem. Seyyarımның otları gülmerem, yalqınlaydı çökmeydi şinin merem. Yalqınlaydı öşmeydi şinin merem. Mening yazgan xetim niye gülmerem, Kökepte elip ketdi içinim merem. Mening yazgan xetim niye gülmerem, Kökepte elip ketdi içinim merem. Mundashqil adem yok gülmerem, Kadriniz acep ötti aşilim merem. Mundashqil adem yok gülmerem, Kadriniz acep ötti aşilim merem. Seğizgan sayrap isse hoş kadar god ettimen. Seğizgan sayrap isse hoş kadar god ettimen. Bağda bulbul sayri sayar seni geldi ettimen. Bağda bulbul sayri sayar seni geldi ettimen. Üzülgülle açıldı, hoş bırakla çiçildi. Üzülgülle açıldı, hoş bırakla çiçildi. Düşümge girip kapsın miskün gönlüm içildi. Düşümge girip kapsın miskün gönlüm içildi.
Isil. Rahmat. Bugünkü konsertimizninki tunji perdesi nayet güzel halk köyleri bilen başlandı Gülmerem. Güzel halk köylerimizden ayrımısın bizni. Bopmu hazır zamanıvi müzikler bilen asasen etretkiler zamanıvi çalgılar bilen teşkillengenke. Bunun bilen birikende adamga berilgan tuygusu teximi bir yeni melodiyadek anıldıgan gepke. Halkı dumbaq bolgandaki, bas beş bolgandaki küçük çıkıdı emas mı? Özünüzmüş halk köylerinde amrak ha? Köprak aytisiz. Kichigimden anlap çoğalgandaki. To'g'ri, endi yiltizimiz yana shu xalq bo'lgandan keyin xalq ko'ylari bizningki ma'naviy manbayimiz bo'ldi ekan. Xo'sh, unda bo'lsa bugun azimatlar siz bilan darqandi kaptomataq gitarni ko'tarib o'zingizni kelandik deb o'ylabdim. Siz bilan üstüngizga o'sin qo'shib, melodiyaga texmo jushqinlik berish uchun atratkilar kapto. Bir tanışamamdak atratkilar bilan. Ma'qul. Oldinla shu mishadiki muzikant do'stlarni tanishtiraylik. Iminjon Danliq birindajilik ravabchi. Hammamizga tanishdik. Iminjoni. Tanishdik. Isil sozanda. Qarshilamiz. Ananikin gitarda Lutfullah. Qarshilamiz. Hem göz görengen Danliq flamenco gitarchi. Flamenco. Ananikin elektronlik realda Ikram. Qarshilamiz. Dumbaqda Irfan. Qarshilamiz. So'qma chalg'ularda Alqam bilan tanishligimiz bor, qarshilamiz. Ankin Cao Kan先生是上海音乐学院的现代音乐系的常浩老师。然后也是南京艺术学院的常浩老师。Qarshilamiz, qo'ying. Bugun Alaytay yetib keldi mana shunaqda. Qarshilamiz. Ankin Akbar. Bizning yaxshi Bektirishjon yaxshi bass chefimiz. Bu Shanghai音乐学院bitgan. Onda olsa hammaylar kasbiy tarbiya olgan g'olliq muzikantlar aka. Bugun chang chiqirdi ekanmizda. Aldırmay qilmamdi. Endi sizning uslubingiz bu flamenco asosligi shundaq-ku. Bir erkin adamga erkin melodiya, erkin tuyg'u, erkin kayfiyat beradigan bir uslub deb o'ylayman. Sizning yurtingiz Turpandan-a? Turpan 90dan. Men ko'rildim deb yuribdim. Mao Lopnur xalq kuylarini ko'proq aytib qo'ysiz. Men shuni ko'rildim deb o'ylabdim. Sizning bir kasbiy hayotingizda azroq bir tushunchasini qilsak, balkim to'rdoshlarimiz qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Kuylaringizni anglaydi, lekin shaxsiy turmushlaringizni toza bilinmay, qanday o'qiydi deb qolganlar bo'lishi mumkin. Azroq uchirib bersak deb o'ylayman bugun. Men shu Turpanning 90 diyarda bir yezdi cho'ngib ekanman, to'g'ri. Andan keyin yaqinroq zukam bo'lib qattiq. Ta'limimizni saqlaymiz. Ma pasilsal diqqat qilmasak zukam egib oladi. Andan keyin ma Şinjan Darul Muallim Spendaşöniki müzik kasbida o'qib, shu maktab bitirib Shanghayga ketgan 2000-yil. 2006 bo'lganmi shundaqda? 2000-yil. Maktab bitirib. Unda bitirib endi Shanghayda yana tarbiya davomli o'qishda bo'ldingiz. Va 2010-yil Ispaniyaga berib o'qidim ki. Shu jarayonda shu Shanghayda bu davlatlik muzikant do'stlar bilan tanishib, shular bilan birga chelishib, o'zaro fikr almashtirib o'rganib degandek. To'g'ri, odamning ham uchurishish nuqtasi qancha ko'p bo'lgan sari nazar shuncha echiladigan gap. Ham Shanxay mamlakatimizningki dunyo uchurishdagi birinchi ko'znak bunday aytgan chog'da. To'g'ri. Shanxayningki ijtimoiy sharoitiga ko'p ta'sir qildi-da unda bo'lsa. Hamda hozir Shanxay asosan Jumgoning emas, butun dunyoning to'g'ri. Baxirlimiz-ku, Sharqdagi Marvoyit deb ta'riflanadi. Bizga har xil o'xshamagan uslubdagi muzikantlar yoki o'xshamagan madaniyatdagi odamlar uchish ko'pdan, klub muzikada. Shunga o'xshamashliklar, o'rganadigan taraflar degandek. To'g'ri. Endi bu san'at deganmi, cho'nqurlab kirgan sari poyonsiz bir okeanga o'xshaydi. Buning ham cho'qim ichimizdagi bir ishtiyoq, o't sabab bo'ladi.
Sizning ham asosligi shu Flamingo, İspaniya. Üslubidagi naqshlarni menga shunday ta'sir balkim nurg'ulgan to'rdoshlarimiz shunday deb o'ylaydi. Buningga qanday bir ishtiyoq bilan kirib qoldingiz? Ham buni so'zlab kelsak cho'nqurlab. İspaniya ayni vaqtda Marakashliklarni o'rinda qo'ydi. Arablar 8 asrlik bosgan emasmi? To'g'ri. Monopol qilib shu vaqtda shu arablar gitarni İspaniyaga boshlab qolgandiki, shu ince şu Arap inceler flamenco sanat kirgan. To'g'ri, hamda İspaniyami Yevropadagi taraqqiyot bir davlat bo'lib bilan bu yerning madaniyatida bir xil ko'p qatlamliq bor. To'g'ri. Bu Yevropa madaniyati, O'rta Sharq madaniyati, bunda mujassamlarga uchrashgan bir kayfiyat kuchlik, İspaniyalardami bir o'yin qo'yishlarda bo'lganmisiz? Ha, bo'lgan. O'shalardami Uyg'ur xalqini maqsaddan aytib. Demek siz az memleket sahnelerinde xalqaraladımı, demek Uygur naqshi muzikalarını tonutishda xili rol o'ynadingiz deyishga bo'ladi. Xo'sh, aziz ko'rmanlarimiz, bizning signallarimiz yaxshi yetib o'tadi sizlarga. Sizlarni ko'p fikr qatnashtirib turinglar, sizlarning talablaringlarni o'rinlaymiz. Bugun Ikrom apandida naqsha mo'l, ambada xili jiq naqshi bor, shunga qo'rqmay talab qilsanglar bo'ladi, ha? Ekrem Efendi'nin çağrışıp koymagan ahval aslında bugün silahını hoş kılış için tirişimiz. Kolumuz köksümüzde. Onun üstüge Ekrem'ninki bir karakteri de erlerge has bir süpet bağı dep oylayma. Belki nurgun körümeller orulaş sanatimizni yaktırgandan başka ama şu kişilik kıyafetki bir özgüçlük gibi kızıkışı mümkün. Bu avazninki bir erkeklerge has avaz var. Bu nayet mühim. Nakşı uğurlaştı olsun, ictimai alakada olsun, avazninki sehri gücü tipip durdu. Anadaki sahnedeki bir kıyafetlerde, mesela bizge köp görülgen film, Sharon Sandwich'ü degen Kısaskar Çayan filmideki Antonio Banderas. Doğru. Bir okuştup kalım ya şundan. Özünüz mü? Öves kalamsınız onunla? Yaş vaxtlarımda okşaydım adam çarşılarım uzun. Onun baş gitarlarını çalışıyor. Gitarını ügünüp kılışmış ondan boğan mı yakında? Hem şu gitarını Ali mektep çıkıştım burun şu özümüz yezdi. Hep ügünüp şumışlar. Gitarını özünüz ügünü boğan. Peki yakışalı siz. Bunu belki sistemilik bu hem gitar bir ot iştiyaq bilen bulungan gepken de bu. Hem müzikası okuğandaki hesapta şu bir şu esvapını yaxşı tutsanızlar asasen okşaş geçiyor. Meşq qılğan, asas meşqsen yaxşı qılsanızlar. Yol okşaş asasen. Buldu. Sizinki kesbi hayatınız arttı. Kısqacha bir tushunchaga ega oldi. Paranlarımız yana davom qilsin. Xo'sh, anda bo'lsa ko'rmanlarimiz bir muncha gapni yetkazib yetibdi. Mayli, sep solay. Ikkinchi martada qaysi lirikini sunamiz? Şu aynı vaqtda aytgan bu fanni kayfiyanda aytgan Yüdiye degan Yüdiye. Qaltis qo'l qo'zg'agan, olqish yangratgan naqsha. Qanday bo'lsa, ko'rmanlarimizning to'rdoshlarimizning huzuriga Yüdiye. Marhamat.爱到心破碎，也别去怪谁，只因为相遇太美。就算流干泪伤到底，心成灰也无所谓。我破茧成蝶，愿和你双飞，最怕你会一去不回。虽然爱我，我给我，虽然我就是安慰。我想你被雨
温柔的追，像你的拥抱把我包围。我向你飞，多远都不累，虽然旅途中有过痛和泪。我向你追，风温柔的吹，只要你无怨我也不会。爱是那么美，我心陶醉，被爱的感觉。我向你飞，雨温柔的吹，像你的拥抱把我包围。我向你飞，多远都不累，虽然旅途中有个痛和泪。我向你追，雨温柔的吹，只要你无怨我也无悔。爱是那么美，我心陶醉，被爱的感觉。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦爱到心破碎，也别去怪谁，只因为相遇太美。就算流干泪伤到底，心成灰也无所谓。Ey, rahmat. Tordaşlarımız şunçilik söyünüşlük izarlarını yollaptı mana bek yaxşı çepediniz. Lutfullahı boğan çoğunkur salamlarını etipti. Kaltı çepediniz dep. Bir yürekni jitkici, dilini hasta kılgıcı bir avaz dep yazıptı. Tordaşlarımız. Rahmet. Sen zukan batık ha bulmasa. Adette şu has gitarlı orulgan nakşılarınız mı hele adamın titir yürekni. Bugün de orkestr var, manda aytkan çağda her qaysı muzikantlarning jam bo'lishi bilan texmi bir güzel melodiyalarni sunamiz deb o'ylayman. Siz ikkimiz qurdosh-ku deymi? Ha, ashtab qolganmiz, abay deyishdik-ku. Abay deyishdik. Deyishmaylar. Chiqib 70ning oldi keyinda deb qo'yay. Sizning ma davlat tilida urilishingiz bek yaxshi ke. Bu o'zingiz Minkoxa emassiz? Yo'q, Minkoxa emas. Unda o'zi Shanxaydagi muhit chiniqtirib yutibdasiz, ha? Hamda uydan ishikdan chiqsangizlar amal yo'q-da. Buni ayt zo'r afzallik bo'pti. Endi hozir bizda yosh bolalarda hozir yaxshi ijro qilayotgan yosh avlodlar, izbosarlar, naqshchilar chiqyotidi. Bo'pmi shu mamlakat sahnalarida yuzlanishda shu til o'tkili bak muhim bo'ladi ekan. To'g'ri. Bani ifodalashmi bak muhimda. To'g'ri. Sizniki balki mush afzallikmi mamlakat sahnalarida chaqnashingizga zo'r ko'p bo'lib qoldi deyman. Endi ashtaqiyat yazsangiz amal yo'qli o'zbek ekansiz-ku. To'qib muhit bilan uchrashgandan keyin shu muhit sizni tabiiy shu yo'lga kirdi ekan. Hozir navbatdagi shug'ullanayotgan tartiblaringiz qandayroq masalan hozir kasbiy holatda. Bu oldingi bir yillar yo'qim mazgil o'lami misal tanishlikni saqlab o'tdik. Shu asosan dars mı qo'yma. Ondan keyin haftada bir juma shanba kuni haftada 2 kun yo 3 kun ishlaydigan muqim ishlaydigan bir yaxshi muzikalik aramgohlar bor. Ondan keyin ancha-muncha haqqa izlab keldi naqsh etib bersangda. İşte naqsh etib birdigan gap. Bu yinqibchu ovozda. Ondan keyin ancha muzik ishlab qo'ymiz. O'zingizmi ijodiyat qilamsiz?
Var mı hazır xili icadiyatlarınızdan? İcadiyatlar var. Yıl ahırısıgıça yeni bir albomunu şu icadi naqshlar asasen tarqatmoqchi. Hozir asosan shu Urumchidami yo Ishkirda ko'proq bo'lyapmiz? Shanxayda asasen. Shanxayda. Shanxaydagi klublarda. To'g'ri. Shunda da shu ispanskiy to'lab ketib qolamiz ko'proq. İspancha, inglizcha, uyg'urcha deganda hanzurcha. Bugun ispanchadan birini anglamay turdashlarimiz vaqt chiqmaydi. Bir haftada keltiramdik. Buldu. Akcan asasen okumuşluq bu naqsha. Besame mucho deb ispancha. Besame mucho. Bugun chiqirishib anglaydigan bo'ldik-da. Balkim ekran oldidagi turdashlarimiz alomat bir intizorlik bilan taqozo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ketdik. Qahva qanda anglaydigan Naqshbandlik deydi mana men. O'xshashni o'ylabdi. Yana Mashrab 90dan salom deydi. Salomlar bo'lsin. Salomlar bo'lsin. Haqiqatan har bir kuyni o'z puruqi bilan, ash madaniyati bilan, yiltizi bilan ijro qilsak, bizga kelsa bu yurakka boradigan gap ekanda bu. Meningki mushu yashash tajribamday siz berib haqninkini tushunmay turib, tilga o'xshash narsaga shuni o'rganmay turib qandaq bir tilda so'zlay olasiz. To'g'ri. O'zimizning cho'qim yaxshi bilishimiz kerak ana. Haqning yana qandaq ortiq yerlari bor, o'gundan qandaq yerlari bor, uni keyin birlashtirib qilsak o'xshamaydigan tegim yaxshi narsalar chiqadi. To'g'ri. Endi balkim quloqimizga yaxshi anglanishi mumkin, tahlil qilib aytishimiz mumkin, lekin uning ma'nosini tushunib qilsak texmi cho'nqirlay olamiz demoqchi-ku siz, To'g'ri. Unda adimi ispanchig'imi yaxshi ekansiz-da o'zingiz, qilay. Ispancham burun bek yaxshi-da. Qaytga vaqtda hozir bo'ldi yana. Xil yaxshi. Bu besmam uchamda nihoyat xalqaralashgan, har xil tillarni tarjima qilib o'zlashtirilib aytildi. To'g'ri. Dunyoviy dangliq naqshi bu. Teksti asosligi nima mazmun ilgari surgan naqshi bu? Endi muhabbat bugün kechda ko'rishib, ayati bormi yo'qmi bu muhabbat? Shuni eng yaxshi bir-birimizga mushtaq qinishib olayli. Bo'lmasa ayat yurak bag'rim degandek ayati men nada bu ayni vaqtda Kolumbiyaning ish ko'rish vaqtidagi yozilgan naqsha bu. Shunga ayat kim bor, kim yo'q degandek. Hozirning o'zida, hozirni qadrla degan bir mazmun ifodalangan-da. Xato his qilmabdiman, unda men shuni ketib qolibdiman-da. Tordoshlarimizga go'zal, romantik to'yg'ularni berganinglardan ko'pga rahmat. Hozir yana nihoyatda tilga ilishga arziyotdi. Boya nima dedik? Trombon deymiz, trombon. Trombon, chanqon. Bu bak o'zgacha bir muzika. Buni biz tanishsak bo'pti-ku bu muzika bilan. 你来介绍一下你的乐器。曹侃老师。曹侃老师。这个是来自欧洲的一种古老的乐器，叫长号，以前也可以叫伸缩号。Yevropadan kirgan muzika ekanda, Yevropadan. To'g'ri. Chanxo demdik. Hozircha Chanxo, bo'ldi. Bek mung beribdi. Bu naqshiga texnik güzel bir melodiya beribdi. O'zim bek yaxshi bilaydi bu bal. Rahmat, sheshe. Saloshi, sheshe. Tanışıp qalaylıço deb bir xatlar turdi. Mana asir bo'lgan qizlar chiqdimi, nima? Ishtaqmanda qo'y. Mushtaq iltimoslar ko'p bo'lib qolamdi, Ikrom. Ko'p bo'ldi, ammo deyman. Hozir asosan biz Akbar ikkimiz Shanxayda emasmi? Hamda haftada bir shirkat o'yin qo'ymiz. Ba'zida bir hafta o'zimiz ishtaq paranglashib Beka vaqtım yok asasen. Şu saatte tlaqçıqı bo'lmasa asasen muzikalarla. Muzikalarla. Başka yılqımında oyladığan oy fikirler yok hazır. Ya onda sizlerden bağdı. Men onçamda bir dem ağanda qahva içkinlar keldi. Biz dostlarlamdı. Boptu, güzel olsun. Turmuşlarımız her joyda bo'lsin, ma'noli, kayfiyatli bo'lishga chin ko'nglimizdan tilakdoshmiz. Rahmat. İcadiyatlaringizga Tekim kuvvetlilayman.
Hoş, unda olsa paranlarımız hem olsun, icralarımız hem olsun. Naq meydan icra, mana canlıq icra bilen kitparımız, aziz tordaşlarımız, körüvatkanala Kujan Guruhi Çolpalla Sadası Naq meydan bevasitalik tarqitish faoliyati. Bu faoliyatimiz 4 ayının 19 günüdün 5 ayının 19 günügacha davomlashadi. Bugün özünki seherlik ovozi bilen, flamingo uslubi bilen hammamizninki yoqtirishiga erishgan Ikram Kerem efendi bilen darqamda bo'lyapmiz. Shunga Mushu naq meydan bevosita tarqitishimizni yana ko'rolmay qolayotgan qarindoshlarimizga texnikan kushada ko'rish imkoniyati yaratish uchun ulan meni har qaysi qo'linglardagi telefon orqali do'stlarga yetkazib qo'yishinglarni yana bir qatim chin ko'nglimizdan iltimos qilamiz. Xo'sh, Ikram, unda bo'lsa, ko'rmanlarimiz, to'rdoshlarimiz yana taqozo bo'lib o'tirayotgan bo'lishi mumkin. Bir apadiyan o'rinlamdik. Lopnur xalq naqshlaridan Qizil Gulum. Lopnur xalq naqshlari, bali. Men shu Lopnur kuylari bilan aytgan naqshlaringizdan birinchi inkosim qo'zg'alib ketgan sizga. O'zim yaxshi ko'rmaylik, nima deymiz? Chinliq bek yuqorchi Lopnurning. To'g'ri, bir xil sap. Ha, bek sap. Shunda bir xil yerlik, xas bir puroq aks etib turdi. Xo'sh, Qizil Gulum. Rahmat. Qavsa qanatıga qaranglar, guna qilsam zincir bilen bağlanglar. Qavsa qanatıga qaranglar, guna qilsam zincir bilen bağlanglar. Öz yarıga qaz qilgan düşman diye adem babas bayabanga balanglar. Öz yarıga qaz qilgan düşman diye adem babas bayabanga balanglar. Laşken bu koylanın karası bek muşirak şikimizin arası. Laşken bu koylanın karası bek muşirak şikimizin arası. Ayrak dep unutup gitme dostum, hayvan emez biz bu adem balası. Ayrak dep unutup gitme dostum, hayvan emez biz bu adem balası.
Kızıl gülne söygeli sapırsam Altay boptu yürgeli Onlaymış kızıl gülne söygeli sapırsam Altay boptu yürgeli Hasta oturup uzun hiyal kılsam Olmaydiken sizden ümidiniz gelip Hasta oturup uzun hiyal kılsam Olmaydiken sizden ümidiniz gelip Basalmaydı beş kişi kumarın niyesi bağlay Kızıl gül duvarım Basalmaydı beş kişi kumarın niyesi bağlay Kızıl gül duvarım melenge baray değmem Lekin yarim bilmeymem hiyalımdır Şeyhimden melenge baray değmem Lekin yarim bilmeymem hiyalımdır Şeyhimden melenge baray değmem Lekin yarim bilmeymem hiyalım ne Rahmet rahmet bir-biridan sarxil chiqyapti Tordaşlarımız mana inkaslarını to'xtamay kelyapti. Bir-biridan munavvar muzikantlarkan, atratdiki deb o'ziniki minnatdorligini yo'llabdi. Rahmat. Rahmet ammolar. Bo'pmi ma'vo ras yomon zuvoni kattikina buniki chombon dedikmi? Chombon. Bu bek yaxshi qo'shibdi juma. Shu Fransiyada bir necha Aljeriyadan shu ko'chma bo'lgan fransiyalik cho'ng'an bir necha muzikantlar shu Chanxo, Xiaoxo. Shu arabcha puroqni po'laydigan bo'lsa, bek sayliq narsalarni chaladi shu. Bek sayliq chiqadi. Bu bek romantik tuyg'ular uchamdirdi ekan bu. Bek ko'pdan ko'p rahmat yana Savob afandiga juma. Bizda shu po'limi chalg'ularda odam asosan yo'q. Burun Asqar Kambatda Xiaoxo po'laydigan. O adam hazır çalamdı, çalma, pülmemdi okumayma. Bizde shu pülüm muzikantlardan beklik kam hem müzikatlığa kam bizde. Doğru. Babam şu Avrupa müzikleri yanında kamçılık var ha. Hazır ayımızda bam yokmuş müzikin az. Oluk icra kıvatkalladın. Uygur balladın ben tazı tonuk etmeydik hem. Belki elkamsla ufkusla meyadelki pülüm çaldıgan Uygur balladın var mı? Şıkılarını çaldıgan balladın ismi nemdi? Şu bir Sulayman'da bir ballar şu kılarını yaxşı pöleydik ya. Bu boşluk gencima belki san'at o'tida kuyayotgan nurg'un avlodlarimiz mush nuqtaga diqqat qilsa bo'lg'idek. Nima bo'shliq bo'lsa, shuni izlansa balkim tez suratda o'zini taraqqiy qildirish imkoniyatiga erishib qolish mumkin. Shu jamiyatningki taqozosini, bo'shliqni cho'qim sezishmi bak muhim deb o'ylayman. Ikrom endi bizningki Uyg'ur xalq naqsh musiqalarimiz Xinjiang naqsh musiqalariga oid mo'l madaniyat oq ko'rinishiga ega. To'g'ri. Xinjiangmi ko'p millatlik, to'g'ri. Ko'p madaniyat birikkan tarixi uzun bir yurtlarimizning birisi. To'g'ri. Junxon madaniyatida nihoyat muhim o'rin tutadi. To'g'ri. Bu yerdami shunga bizningki naqsh musiqalarimiz nihoyat o'zguchilikka ega. To'g'ri. Mayli mamlakat sahnalarida bo'lsin, xalqaro sahnalarda bo'lsin, o'zga xos bir sehriy kuchni namoyon qilib kelyapti. To'g'ri. Endi shu İspaniya flamingo uslubi bilan mana shu xalq kuylarimizni biriktirishdiki, shu kesish nuqtasi qayerda deb o'ylaysiz? Bu nihoyat muhim. Masalan, shu hozir Qizil Gulimni biz bu an'anaviy musiqalar bilan ko'p anglaydik. Ma'qul uslub bilan olsa yana odamga texnik bir boshqacha tuyg'u bera oladi ekan.
Hem flamenco cihette ilki bir burunqi din o'xshashlik bor emas. Shunga ilki islomniki, bu arablarniki yinji ilki deymiz ovoz bosqichdami do'q. Ilki shu ispanlarga singib kirgandiki, masalan, ilki nay 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 ispanlardan bekchiq nay 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 Yılıq bir özünü koyup etken tabiatning bir sadası, tabiatdan bir kelavatkan sadadek bir bu işte bir okşaşlık var kende. Şu an flamenco somada mesela şu rayımız halkınınki yaktırışımı. Dolanlar bilen pek okşaşlıklar var. Bayağı yürüyediki uslupmu mesela şunu da yakşı bir tuttu mesela. Belki bunu memleket tamaşabilarıma pek yaktı de. Doğru. Bu cihette bir xaslık yaratıp sizde yüzünüz ha? Hem yaxşı ko'rgandik. Amal yo'q yetib bormizmi shu yo'lga qarab qo'y. Rahmat, rahmat. Qani turdashlarimiz bormisizlar? Ketib qoldi debdi-ku. Qatmagandi. Biz qatma yomon cho'lib ketib bormiz hozir. Jishqunka yaxshimi? Ovozingiz bek esi, siz bilan ko'rishib. Siz bir nesi uzulatdi juma. Men shu Ikramga bir shogird kirsam, men azroq bir mezgil tarbiyalansam, keyingi navbat Naqmaydan tarqitishda bir o'tirish qilsam bo'lamdi-ku men. Elqi men yurtdan ayrilib ketgili 21 yil bo'lib qoldi-chu. Elqi u yoq bu yoqda jiq yurganniki, yana mishada tug'ilib, elqi balliq mishada o'tganniki, mishadan xalq naqshlari, o'zimizning xalq naqshlari, masalan, non deymiz, shu. Elqi asosan jiq turmush adallar o'zgarmadi asosan. To'g'ri. Endi yenilar mishada o'sib yetilgan bo'lgandiki, mush puraqni seg'indigan gap, Demek Şanghaydagi nurg'un sharoitlar, afzalliklar oldida bo'lgan bo'lsa-mu, taraqqiyot oldida bo'lgan bo'lsa-mu, yenilar har gulning purqi boshqa degandek seg'inish bo'ladi-da. Bu hissiyotingizni tushunishga bo'ladi. Shunga ijodiyat ilhomlaringizmi kelib turdi-da? Ijodiyat kelibdi-da. Ijodiy kuylaringizni birini tingsak. Bo'ldi. Men naqshniki tekstni bir do'stim yozgan, muzikasini men muzikalashtirgan. Ökünmeyme deb. Ökünmeyme. Anlap endi. Bo'pti. Qahramon ökünmeydi deb ökünmeyme. Bo'ldi. Qani bu naqshni men anlab boqmoqdim emas. Bir quloq solaylik. Çatak yerim Körgidekni körmegendim Koşal yerim Bilmegeni bilginimde Ökünmeyme Bu cihanga Kel günümge Yürek idin Söygenleni Söygünümde Esla esir El emesmen Bir kaderge Bir yaşaşka Tebqezamen ta ebedke Lekin etim
Can kısmı muşu yaydan Qeni bir gün ez qatar men köyüngengem Ne 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 Çatak yerim Körgidekni körmigende Hoşal yerim Bilmigen bilginimde Ökünmeymen Bu cihanga Kel günümge Yürek idin Söygenlerini Söygünümde Eslam esir El emesmen Bir kaderge Bir yaşaşka Teqezamen ta ebedke Lekin etim Can kısmı muşu yaydan Qeni bir gün ez qatar men köyüngengem Ne 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 ne
Rahmet, rahmet. Bugün bek romantik bir tuygularla otladık. Yardım adam koy. Yardı. Körümellerimizge mi, tordaşlarımızge mi yardı. Bek yak çıkıvatıdı, yak turup anlavatımız deydi. Bugün nakşinin, müzikinin keypige esir olup unutup bugün 4. may yaşla bayramı, onun üstüge. Bu yıl benim bilişimde yaşla 4. may yaşla erkinin 102 yıllığı. 102 yıllığı. Şu münasibetle bugün nait hop kepti. Xuddi biz hazır Kujan sahnasida emas, bir Kujanninki xos, güzel romantik bir klubida o'tagandek his tuyg'u bo'lyapmiz. Balkim ekran orqali, telefonlar orqali bevosita ko'rishimizga diqqat qilayotgan yoshlarimizningki romantik tuyg'ularga cho'milgan asosda huzur elayotganligi ishonamiz. Shu munosabat bilan barcha yoshlarimizningki bayramini qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Yoshlar bayrami bo'lib qopti. Yoshlarcha bir jo'shqinlikda unda bo'lsa bir yoshlarimiz qatab yana bir hada jo'shqinroq bir kuylarimizni keltiramdik. Turpan xalq naqshlardan ochil. Ochil, xo'p. Ochil. Yoshlar davrda ochil, ha? Açılay deydu açıl Yar ey başka sancılay deydu açıl Gülüm açılay deydu açıl Yar ey başka sancılay deydu açıl Yarımın küye guti açıl Yar ey Tenge yamışay deydu açıl Yar ey tenge yamışay deydu açıl 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 gül açıl Açıl yar ey Açıl ettu bağda gül açıl Yar ey açılmışsan gül kayda saçıl
bağınğa girmeymen açıl Yarey anlarını üzmeymen açıl Men bağınğa girmeymen ey açıl Yarey anlarını üzmeymen açıl Emdi geldim ehmünge açıl Yarey nadan bil jümeymen açıl Yarey nadan bilen jürmeymen açıl 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 gül açıl açıl yarey Açılıp dubağda gül açıl Yarey açılmışsan gül kayda saçıl Açıl açıl gül açıl açıl yarey Açılıp dubağda gül açıl Yarey açılmışsan gül kayda saçıl Açıl açıl gül açıl açıl yarey Açılıp dubağda gül açıl Yarey açılmışsan gül kayda saçıl Ey alamet, alamet. Rahmet. Açılıptı. Bugün bayramda İkram Efendi açılıptı deydi. Böyle açıldık. Açıldık ha bugün. Tordaşlarım açıldık mı ya? Açılgan bolsanız bir porek güllerini yollamam sizler. Sizlerden tazı sada kömeymen koy inkas. Isil bolgan boz kanda isil boldu mındaq bir köngül sözlerini taşlanlar. Bugün İkram Efendi mana serxil muzikantlarni başlap bugün Kocan sahnesida sizlar uchun xizmatda bo'lyapti. Bunda fursat doim kelavermaydi. Shunga talablaringlar bo'lsa o'tirib qo'yinglar. Vaqt to'shib qolganda men tutib qololmayman. Shunga ko'ngil izhorlaringlar, talablaringlar bo'lsa deb tursizlar. Bizningki vaqtlarimiz yana hozir asta-asta qislashyapti mana. Xo'sh. Navbatdan de Shanxayda bo'lyapmiz, Ikram. Bundan keyingi plan, arzular haqida azroq bir o'rtoqlashib baqsaq. Endi bundan keyin asosan shu Shanxayda turishimiz mumkinligi yuqoriroq degan nima qilsangiz ham albatta yurtim seg'inimiz doim ketib turamiz. Endi ayaga yilqi yoshlik vaqt ko'nganlikka Könep kaldık demekçimiz. Şanxaylık bo'lib ketmekçi. Yo'q, ham Shanxaylik bo'lmaymiz endi. Ham Shinjonglik, ham Shanxaylik. Bo'ldi. Kep turing. Qatnashishda qulaylik-ku. To'g'ri, hozir hamda davlatimizning taraqqiyoti haqiqatan ushqandek. Mayli shikir o'lkalarning taraqqiyot manzillarini ko'rsakdi yoki rayonimizningki navbatdagi tez suratda xalqimiz taraqqiyot bo'ylab ketayotgan manzillari bizni so'yindirib turdi. Bo'pmanda Ko'jang sahnesi, Ko'jang o'qachi guruhimi mana shundoq Şinjan medeniyetini, Şinjan san'atini asos qilgan holda mamlakat bozoriga o'zlantirish, mush suhbat orqali bir o'rtaq gavda hosil qilish uchun o'zining orzusilar o'tirib chiqibdi. Albatta bugünkidek mana shunday bir qutlug, xayrlik, go'zal bir fursatlarni bizga ato qilgan Ko'jang guruhiga yana bir qatam chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Men shunday qo'shildim, rostdan aytsam, ilqi bir oy shu ilqi to'xtash yo'q. 30 kunda o'xshamagan cho'lponlar bilan yuzlashib turdik-a. Shundan yaxshi bo'libdi. Hakikaten oson emas bir oy jarayonda o'xshamagan san'atkorlarni, naqshchilarni jam qilib, mush texnikalik halqalarda bo'lsin, bu mablag' bilan, iqtisod bilan o'xshaydi. To'g'ri. Hasanjon apandim hele balkim yana ko'rmanlar bilan yuz ko'rishdi. Bugun hammamiz yoqtirgan naqsh muzikalarni chin dilimizdan so'ygan sevimli naqshchimiz Ikram Kerem apandi bilan bir qanday bo'lyapmiz. Talablar bo'lsa o'rinlaymiz. Yana bir ikkini keltiramdik Ikram apandi. Sizlarning jam bo'lmaganlar oson emas. Bo'ldi, keltirayli. Ingliz naqsh aytib beramdim.
İngilizce hep böyle. İngilizce çalışmaptık aras. Çombon dedik ha, ma müzikaya, ma kanayga men köydüm. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin for I can't help falling in love with you, like river flow surely to the sea, darling. So it goes. Some things I mean to be. Take my hand, take my whole life too. If I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling. So it goes. Some things I mean to be. Take my hand, take my whole
like to if I can't help falling in love with you, if I can't help falling in love with you, falling in love with you, falling in love with you. Rahmat. Bugün bir romantik akşam oldu. Romantik akşam. Tordaşlarımız mı tılpınını bir kulağının tüyü koyuyor, bir mungu çıkıp ketkendek his kıvattım hemen. Rastgele kısa ma tılpın xat tezişkim için ma keyfiyatını bozgusu yok. Bir romantik duygularını bozgusu yok. Şunda tenişlik bilen azadı bir halette tınışavatkandak kılıdı. Şahsen ben bugün şunda bir yengil duygularga esir buldum. Pek güzel bir duygularını ata kıldınlar. Benim hem de bir talipim üzerine bir talip duruyordu. Şu Cungu Yakşı Avazı 3. kararda Nayin Ustaz, Yankı Ustazlarına şu oturamay tez süratte örülüp zadı yürekler titrep ketkidə qıgan Vodishili Gioni Miyota degen. Müştaq şimdi bire vurulap belki bolama. Bir Ey rahmet. Hazır cevap degan shu-da mana. Tayyorlik yo'q asli. İltimos qilib qoldim. Bugun tayyorlik qilmagan biz biraz. Naq maydon o'rilib o'tganlarda ko'p rahmat. Pishqan atrat degan mushta bo'ladigan gap mana. Ko'p rahmat. Hozir mening his qilishimda bugungi bu bevositalik tishimizni 127 mingdek odam ko'ryapti, to'g'rimi? Rejissorlar, mushsan. Demek nurg'un ko'rmanlarimiz, tordoshlarimiz bizga diqqatli bo'ytibdi, ko'p so'yindik. Balkim yoshlar bayram bo'lg'achqa yoshlarimiz patroshkalab naqmayda yo'qiylarga chiqib qolgan bo'lishi mumkin, saramjon bo'lmay qolgan bo'lsa. Balkim ular meni chekish orqali yana takrar ko'ra oladi. Bugun nihoyatda romantik tuyg'ularimiz bilan Ikram Kerem Efendi boshchiligidagi Flamingo uslubidagi atratninki icralar bilan yaxshi tuyg'ularga ega bo'ldik. Yana tayyorlagan numurlarimizdan bormi, qandaq? Numaralar tugidi, aba aytib bo'ldi. Bizning ishimiz tugaganda deb qo'y. Tordoshlar, gap qilinglar. Mana hozir bugun Ko'jan guruhi naq maydon bevositalik tayyorlagan numurlarimiz bir-aqur tugidi. Iltimoslaringlar bo'lsa anglab boqamiz, o'rinlash imkoniyati bo'lib qolsa. Bo'lmasa hamda Ikram Efendim Bigsel, Zukamkam bugun shundaq bo'lsin nihoyatda jushqunligi bilan, qizg'inligi bilan hammamizga chiroyli kayfiyat ato qildi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Birdan paranshayli. Paranshayli, xo'sh. Hozir shundaqda kasbiy hayotga Hozir shundaqda necha yil davomliq bo'ldi shundaqda kasbiy hayotga? Endi maktabdan hisoblasak ham 25 yil. O, 25 yil, ha? 25 yil. Demak, bir kasbninki xeli ma'nosiga cho'nqurlab kirib qoldik degan gap qo'y bu vaqtda. 25 yil degan oz vaqt emas. Ammo yeni yetmaydi. Yeni yetmaydi. Navbatda shu Şinjanninki yerlik muzikalar bilan shu zamonaviy andizlarni, zamonaviy uslublarni birlashtirishdiki
Yana qandaq bir boşluq var deb qaraysiz? Balki hem de siz 20 yillik kasbiy hayotingizda o'zingizning o'ylagan, o'zingiz xos qarashlaringiz bo'lishi mumkin. Endi mening tavsiyam bo'lsa, shu Pinyandagi yaxshi muzikantlar pat-pat sirtlarga chiqib ko'rsa, Beijing, Shanghai. Ashadagi yaxshi muzikantlar bilan hamkorlashsa, yoki misol yoqdagi muzikantlarni olib kelsak, masalan, jaz hozir dunyoviy muzik tili bo'lib qoldi-ku. Jazni tushunmasangiz, jazni o'qimasangiz, boshqalar bilan o'ynay olmaysiz. Masalan, eng oddiysi shu Cao kanalga jazni bilgachga biz ancha-muncha o'rganyapmiz, o'rganadigan aspektlarga. Biz bilan o'ynay oladi. To'salg'i yo'q. Shunga shu jaz tilini yaxshi o'rganib olsa, bizning shu mayli xalq naqshlari bo'lsin, mayli ijodiy naqshlar bo'lsin, o'zlariniki paydasi bek cho'ng, paydasi bek chiq. Shu jaz muzikasi, jaz uslub shu bu bir cho'ng temadan, shuni bir yaxshi mashq qilsa, yaxshi ömürlük mashqdan bu hamda. Özlüksüzlük talep qiladi o, izchillik. Shu. Endi ma yuqum ta'sir bilan bir mezgil biz tinchidik. Yanılamda deb o'tganimizdek rayonimiz Şinjan'ninki medeniyet qatlami ko'p. Her milletninki bu shu medeniyet san'at jihatdagi bir kishini ait kuchlik. Devletimizin bu jihat hozir medeniyetli mol rayonda medeniyet kuchlik rayonga o'tkazish Şinjan'ni nuqta qilish. Bu her bir rayonda ichidagi nuqta bo'lish bilan zo'r fursatlarga, afzalliklarga erishib kelyapti. Hozir ham shunga munosabatda shaharlish qadamining tezlishiga ergishib, shahar xalqining ma'naviy, kashlik faaliyet nuqtalarini ait rangdar. To'g'ri. İşimiz bundan keyin ham yaxshi bo'lib ketdi. Hozir shu Urumchini markaz qilgan klublashish, klublarninki qattiq detal jihatda o'rinlashtirilish ahvolida qandaq yuksalishlar va qanday yetarliliklar bor deb qaraysiz. Balki Shanghayda siz selishtir olaysiz deb o'ylayman-ku. Hem bu bir jarayondan, cho'qim Urumchi shu jarayonni boshdan kechirmasa, ilki yana 5 yillardan keyin tegim yaxshi ketish mumkin. Ammo hozir desakmi, ilki degan darajaga apir bo'lmaydi, chunki ilki shu bir jarayon ketdi-ku uni. Shunga bo'lsa mau yumshaq ranjang damda bilan shu yingshang shog'iga ahamiyat bersa. Hozir qo'jiq yuksalishlar bo'lyapti-da. Bu jihatda yoshlar bo'lib yaxshi hozir. Mayli muhit jihatda bo'lsin, manzar jihatda bo'lsin, hamda shu yumshaq kuch jihatda, yingshang shog'i jihatda nihoyatda astoydillik bilan cho'nqiryapti. Hamda shunga bo'lsam bir şey kelsa deyman-ku men, Shanghai turolmay, yaxshi klublarimiz bo'lsa, biz ham bu yerda pat-pat berib, sifatlik, madaniy o'rinlarimiz ko'plab qurilsa. To'g'ri. Ilki gapingizni bilib qo'ydim, oldin qapti 10 kundan oldida men sizlarga shuniki muzik fakultet bitgan emasmi? Bizdan ma'lum beribdiki, shundan bir necha saboqdoshlik debdi-ku, mustaq o'quvchim bir şeyda mustaq javob naqsh etadi degandek ularning idisida javob degandek qalaymagan, unda emas, biz qo'ydigan biz o'yin qo'ydigan javobalar hammasi shu jazni tushundigan, muzikani suydigan, muzikani yaxshi ko'rdiganlar berib jimjit anglaydi. To'g'ri. Shu ma'lum kep bizniki naqshlarni videoga evatgandan keyin basa qo'ptike deb endi ideyani o'zimiz o'zgartmasak, uning amal yo'q. Albatta. Men mush temada ko'proq paranglashib qoldim. Mayli professor bo'lsin, yoki agronom bo'lsin, yoki bir davlat ma'muri bo'lsinmi, hamma odamningki kayfiyatdan huzurlanish bir istigi bo'ladi. To'g'ri. Romantik tuyg'ulardan zo'qlanish istigi bo'ladi. Bu jihatda hamda bizda qandaqdir juba, qovoqxona deymiz yoki diskoxona deymiz. Bu yerga cho'qim yoshlarni berib o'ynash kerak, qiyosh. Bu emas, asli her qatlamdagi odamlarningki ma'naviy ehtiyojiga uyg'un keladigan so'rovlar bo'lish kerak. Bu ommaviy so'rov. Yadalqi faqat yeshiq to'qishmagan bolalardan siz 70-80 yosh bo'lsangizmi, o'zingizning ixtiyor berib, siz shu yoshlar bilan o'ynasangiz bo'ldi. Albatta. Hech kim sizni to'smaydi. Shaxsan men bek amroq. Yana bir narsa demoqchi bo'lganim, bizning bo'lib shu Şinjan'da bek ig'ir. Biz o'zimiz uchun yashamay, haq uchun yashaymiz-ku. To'g'ri. O'zimiz uchun yashab boqaylik.
Doğru. Özümüzninki arzusu, özümüzün hoşallığı zaten nerede? Doğru. Biz ben köpince hem de sırtkan muhitninki nezleri gibi köprak. Taşkınlık bet. Emniyet ürkütüp kalımız. Uçurak gitimiz şu. Palancı bir nes deptu, bir nes dide degen kirler. Şu hakkının nemiş ki benim badaktaydı o ya hakkı depli hakkılarla gitimiz şu. Doğru. Bu cihette hem de belki nurgun izni vatkan yaşlarımız buluş mümkün. Muş kesbi sahadaki tədqiq vatqanlar buluş mümkün. İşimiz bizim bağın sıra öz halimiz bilen bolalaydıgan. Demek vaktimizin eşinğan, hizmetlerimizin eşinğan vaxtlarımızda mana bugün gidek. Bugün mana rast yapqanda bir yaxşı bir qahvaxonada yoki bir aramgahda bir huzur algandek bolduq. Mesela çayxana deymiz. Mesela Ürümçide degandek. İlki bir işni yaman taraf yapmay mesela çayxanada oturup çap etkili mыңdaş qılıb oldu. İlki özümüzge mında bir tosal qoruvamay. Doğru. Bu memde merkezi şehir Ürümçi. Ürümçi hazır xalqaralaşqan çoğ şehir bolup qaldı. Bunundan keyin Ürümçidinki süpet derecesi texim aşıdı. Bu cihette xuddi Şanxay memleketinin bir közü bolğan oxşaş. G'arbiy rayondagi bir köznek şehir bolup qilishida mesele yo'q. Bu cihette devletimiz stratejisi G'arbiy rayonga moyil zo'r kuch bilan qo'llash oldida ketyapti. Shunga shu madaniyat tüsü cihetimi Ürümçininki bu cihetdeki fursati afzalligi zo'r deb o'ylayman. Bizning ashet turg'unimiz yaxshi chalqi. Doim ketib turmasak, doim bir yer turmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Ko'rik bo'lish kerak, ha? Yangiliklarni qabul qilib men aldirmay. Bir filmda shundaq so'z kelyapti, bir savdogarning o'z tili bilan o'ziga bergan bahasi. Bunga o'xshash masalan jahon kezib yurgan odamlarga beradigan ta'birda savdogarlar biz, yetti iqlimni kezib yurgan sayohatchilar biz shu bağa yerdagi her medeniyet, her yurtninki ilim ma'rifatini, madaniyatini, tovar mollarini epkaguvchilar biz yurtqa madaniyat taratquchilarimiz degan. Shunga o'xshash biz ko'p aralashsak, ko'p madaniyatlar bilan uchrashsak, bizningki Şinjanninki amaliy ahvoliga uyg'un, texmi birikkan, yug'urilgan, o'zaro inoq ittifoq bo'lgan bir güzel manzilga erişishimiz. Ayni vaqtdagi Ipak yo'l sadosi nima shunday gullangan desang, shunday chiq o'xshamagan madaniyat bir. To'g'ri. Bu jihatda sizningki uslubingiz naqmi shunga yotadi deb o'ylayman. To'g'ri. Qani, ko'rmanlarninki yana paranglar bormi? Men bir tinglab boqay. Vaxtimiz hazır. Bir yarım saat davamlaşıptı. Bira ilham kelseyni birine uğrulsak bulatdı. Toqsun xalq naqshidan bir net birak. Toqsun xalq. Anlamagan naqshlar qilib turdi, ha? Çoxum anlagansiz. Hayranım men, ha? Ölmez naqshlar. Okumay desem bu dedim oktam dikin hayran okumay desem bu dedim oktam dikin çoğ bolganda ya dedi vay adem koktam dikin hayranın meney ayar ey men hayran sana yarim.
Eğer astan diyet gelsem ussuzluk tutar sen mu ussuzluk tutar sen mu dersi vecü cem elip Bağ aldın çıkar sen mu Eyranım ben ey Ayar ey Men heyram sana yarim Beşidin gelsem cüccemlep şip kaptı Karız beşidin gelsem cüccemlep şip kaptı Umaktına şu yarim bağ düşümge kirip kaptı Eyranın men ey Ayar ey Men heyran sana yarim Eğer astan diyen gelsem ussuzluk tutar sen mu ussuzluk tutar sen mu alemdeki zip çıksam Oy senden başka yarın yok Eyranın men ey Ayar ey Men heyran sana yarim Bağ men heyran sana yarim Bağ men heyran sana yarim Hey rahmet Nima degan tabiiy tankash ha Eminjon rahmat Naqshlanchiq yetkazatdingiz bizga tayyorliqsiz naqshlanchiq yetkazatdingiz deyman mana ustamning ustisi degan o'sha bunda bo'ladi qanaqa git bordi bu yerlik gap qo'ysak undan git borda amdan mana shu beshida so'zimizningki beshida ovoz to'g'riliq parang bo'lib qolgan ovoz endi to'mi tuvang tushdi mening ovozim deb qo'y mening ovozim qil tuvang tushdi deb qo'y tushdi kindikdan chiqadigan bir yeri bor mana shu ovoz chiqarishmi bak muhimmi naqshchilikda amaliyotda nafas ilishni bilgan odam ovoz chiqara oladi nafasni kontrol qila oladi bo'pmi mana shu naqsh kasbida bak muhimmi bu amaliyotda hamma kasbda hamma ishda nafas Mesela su içip nefes almaydı. Mesela anca yutma emsik nefes en mühim de tanıkçı. Özünüz mü köprak dikkat kılamsınız avazga? Ben avaz meşk kılmayım ben adette. Bari şu he? Ben belki avaz meşk bakmagan mektepte okutkan vaktimde ilki İtalya çalka. Hem doğrap edittik. Onun için ben nakşı meşk bakmadım. Ya şu usluptum biraz bir. Ya onu uslup bakmayım. Daha düşüyettik ya bana. Pavarodi'nin avazlarga o'xshash. Turib aytib baxmidiq-chu. Esma shundan bir taraqqib qo'ydigan gap ekandik. Men ovoz toz tushadigan ovoz ekandik. Zapisi bor ovozda bu. Kilaqtim qarab boqaylik. Ko'pincha mendami so'rab qoladi-chu, endi bu ovozni qanday qilib, men deyman, bu ovoz degan tug'ma. Bu bir tug'ma xususiyat.
Buni hamda saqlash, parvish qilish bizga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin hamda bu ovozni yo qilinib olmaydi, yo inishkil to'g'ri bo'lmaydi. Faqat uslub yaratib biz deyman. To'g'ri. Demak, masalan shu go'zal ovozmi bu? Asl ovozda unchalik tus bo'lmasimi, lekin uni mashq qilish orqali o güzel ovozda ama ovoz perdini ishlatmaydi. Ular yani faqat torbuning rolini ishlatadi. Torbuning rolini ishlaydi bu vaqtda. Ovoz perdini ishlatmaydi. Şu an yo'ruq chiqdi. Yo'ruq. O'zi yetildirgan. Buni demakchi. Ovoz perdini keyniga yepishtirdi bular. İşletmaydi. Şu hava nefesçi. Demek hem de bağın sıra bir kesibini qilgandan keyin bunun kesibleşidigan gap, nazariyasiga yetishadigan gap. Şuna bu jihatda sizda ma'lum shunday bir o'y fikrlar, ma'lum bir ko'z qarashlar bor deb o'ylayman. Albatta bizningki naqshchilarimiz, sozandlarimiz bo'lsin, faqat ijro holatli qolmay, shu bir kasbninki nazariya yuksakligi ko'tarilsa, bizningki san'atimiz, madaniyatimiz texmo bir baldaq yuqori ko'tariladi deb o'ylayman. Belki müşteriyetim izlenişleriniz var mı özünüzdeki? Hem de mesela gitarçı, qanday gitarçı qalmız desiniz şu vaqt birisiga özümüz yaxshi ko'ramiz, birisiga ba'zida siz degan narsalarni ba'zida chapir emasligi mumkin. Hem ba'zilardan vaqtni unchalik isrof qilmaysiz, shunga amal yo'q. O'zingiz mashq qilib, o'zingizningki ovozni o'zingiz topsiz emasmi gitarda? Buni faqat bir asbob sifatida o'zingizga bo'ysundirib mulozimat qilib olsangiz-chi. Bo'ldi. İzleyicilerimizge texmo bir keng doirlik sharoit tilayman. Rahmat. Xos bir naqshkechilik qilib boqmadingiz a? Qilmoqchi. Qachonroq ras bu yaxshi so'rab qoldim. Bu yil Urumchida agar sharoit yar berib qolsam deb bir necha tunishlarlar deyishyotgan. Butun Shinjongda bir kechilik qilayli debchi. Men Shanxaydagi bizning ansambldan odamlarni akasam, chet ellikmi bor, Hanzo yo'ldashlarmi bor, bu yerlik yilqi biya ayirmay, millat ayirmay faqat muzikalar. Xalq naqshlarini o'qishmagan yilqi biriktiribchi. O'qishmagan masalan Yevropaliklarninki isbitilgan sharoitdagi esi to'yga o'xshamaydi masalan bizning bu melodiyalarga. Shu birikkan narsa astaq bir orzuyim bor. Bu bek yaxshi orzu bo'pti. Tezroq ro'yab chiqishiga tilakdoshmiz. Cho'qim esil, sifatlik bir maydon kechib chiqarga ko'zim yetyapti-da meningmi. Bekmi cho'ng qilatmay odam soni shu 500 dan 800 gacha yig'iblar chiroyli qilqi. Jimjit. Bo'lsa sharoitlarimiz pishib yetilib qolsa, eng muhimi jamiyatimizningki bir tez suratda asl kelishiga hammamiz taqozo bo'lyapmiz. Bo'ladi. Bu kechiligingizningki tez suratda bir ro'yab chiqishiga hammamiz taqozo. Rahmat. Unda bo'lsa jushqurroq chatma dumboqni toza bir sayratgan bir kuydan birini o'rinlamdik. Bek romantik tuyg'ular bilan o'tdik bugun. Mana endi qizivatgandek turdi juma, ama sazendlarmi, alqamma mana yongtibatda dumboq deganni. Bizga sal vaqt bersangiz, bir yelak berib kelsak. O'zi o'tirib ketdik deyman. Birdan turib qo'yin deyman. Bo'ldi. To'rdoshlarning soni aynib ketibdimi? Kashmalida ko'yib ekan-da bu to'rdoshlar. Shanxayda o'zi aytgan olqish kelishgan naqshni birini aytib bergan bo'lsa, bek olqishliq naqshni birini. Hozir aytib bo'lgan naqshlarimiz shu yoshlar. Bu yana mayli Shanxayda olamdi, To'g'ri. Urumchida olamdi, dunyoning nerede olsa olqishlangadek naqsh ekan bu. Shu. Tempisini sho'x. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa, hurmatli ko'ruvchilarimiz, to'rdoshlarimiz, Kojan guruhiningki bevosita tashkillashidagi 4-oyning 19-kunidan 5-oyning 19-kunigacha davomlashayotgan Kojan guruhi Cho'lpalla sadasi naq maydon bevosita tarqitishimiz 16-kunidagi, ya'ni danglik cho'lpinimiz Ikram Kerem Efendi boshchiligidagi naq maydon musiqa ansamblining ijrosidagi go'zal kuylarimizni oyoqlashtirishga oldi turyapmiz.
Elbette bugün nait yengil, kuylarımız, romantik melodiyalarımız, hem şundakla xalq kuylarına toyungan, coşkun ahanglarımız bilen körümellerimizinki dil huzurga yaxshi sovg'atlarni beraylik deb o'ylayman. Shundaqla Ikrom apandi bilan mayli turmush jihatda, kasbiy jihatdagi paranglarimizni erkin ozoda yaxshi suhbatda bo'ldik deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Boshdan oyoq bugungi naq maydon bevosita tarqatishimizga diqqatli bo'lgan to'rdoshlarimizga yana bir qatam chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizningki bir oylik faoliyatimiz yana davom qiladi. Atki cho'lpinimiz yana sarxil bo'lishi mumkin. Shunga har vaqt Kujang bevosita tarqatish supsiga va Kuychi bevosita tarqatish kanaliga diqqatli bo'lishni unutib qolmanglar. Bugun biz uchun huzur ato qilgan, may bayramlik, yoshlar bayramilik jo'shqin kayfiyat ato qilgan Ikrom apandi boshchiligidagi barliq muzikantlarga yana bir qatam chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat, muzikantlarga hammasiga rahmat. Rahmat, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. 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 Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi Kujang Cho'lponlar sadosi Ikrom Kerem apandi boshchiligidagi naq maydon konsertimiz mushada oxirlashdi. Hammanglarga xushal kayfiyat tilayman, xayrli oqshom tilayman. Ata yana mush vaqtda, Şinjan vaqti 6 da sizlar bilan yuz ko'rishga intizormiz. Xayr, salomat bo'linglar.